Xonalar razdelli, tayyor remont bilan arzonga 2 xona uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 19-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan Euro ta'mirdan chiqib uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimiz mehmonxona qismi, o'zining yumshoq mebellari, TV zonasi, loft uslubidagi mebellari bilan ko'rib turganlaringizda bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun stol usulga qoldirib ketilgan. Oshxonamiz o'rnini balkonga ko'chirib, uyimiz egalari tomonidan bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Uyimiz 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan. Ko'rib turganlaringizda bolalarimiz uchun krovat, shkaflari bilan 1,5 bo'lgan balkonimizda uyimiz egalari tomonidan oshxonaga o'zgartirilib, ovqat qilgan hidi chiqmasligi uchun suriladigan eshiklar bilan ko'rib turganlaringizda oshxonamiz uchun ham kerakli barcha mebel va texnika yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Uyimiz 4 qavatli bino 4-qavatda joylashgan. Glavniy eshikdan kirib kelish o'zining razdelniy sanuzonimiz keladi. Uyimizda umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringizda rang va sifat uyg'unligiga alohida e'tibor berilgan did bilan ta'mirlangan uyimiz. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 19-kvartal bozorchaning yonginasida joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 68.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.